Al-Xorazmiy universiteti tomonidan o'tkazilayotgan Akhuz STEM olimpiadasida ishtirok etish uchun quyidagi tartibda ro'yxatdan o'tiladi. Buning uchun birinchi navbatda Edux Center olimpiadalarga tayyorgarlik platformasiga kirasiz. Platformaning birinchi oynasida Akhuz STEM olimpiadasi e'loniga ko'zingiz tushadi. Ro'yxatdan o'tishni tanlaysiz. So'ngra ro'yxatdan o'tishning keyingi bosqichi Telegram Messenger orqali Edux botda davom etadi. Start tugmasini bosasiz. Bot sizga Fan olimpiadalar markazi, Edux hamda Al-Xorazmiy universiteti rasmiy sahifalariga obuna bo'lishingiz kerakligini ko'rsatadi. Obuna bo'lganingizdan keyin tekshirish tugmasini bosasiz. So'ngra ro'yxatdan o'tish uchun telefon raqamingizni yuborasiz. Telefon raqamingiz qabul qilinganligi haqidagi xabar keladi va ro'yxatdan o'tishni tanlaysiz. Shundan so'ng Edux platformasi orqali so'ralgan ma'lumotlarni kiritasiz. Siz yashaydigan hudud, shahar yoki tuman va siz ta'lim olayotgan maktab yoki akademik litsey va kasb-hunar kollejini tanlashingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, olimpiada 10-11 sinf maktab hamda akademik litsey va kasb-hunar kolleji o'quvchilari uchun. So'ng tug'ilgan kuningiz sanasi va ism-familiya sharafingizni to'liq kiritasiz. Telefon raqamingizni ham kiritasiz va Edux platformasidan foydalanish uchun login va parol yaratasiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Sizda ham xuddi shunday muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz deb ko'rsatilgan oyna paydo bo'lsa, tabriklaymiz. Endilikda siz Edux Center platformasi foydalanuvchisiz. Shu zahotiyoq siz kiritgan login va parol Telegramdagi bot orqali sizga qayta yuboriladi. Endi Akhuz STEM olimpiadasi ishtirokchisiga aylanish uchun platformaga qayta kirasiz va kirish bo'limidan yaratilgan login va parol orqali qayta kirasiz. Platformaga kirishingiz bilan sizda ushbu oyna paydo bo'ladi. Yana bir bora ro'yxatdan o'tishni tanlaysiz. Tabriklaymiz. Siz Akhuz STEM olimpiadasida ishtirok etish uchun muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz. Olimpiadaning bosqichlari, o'tkazilish sanalari va barcha qo'shimcha ma'lumotlar siz yuqorida obuna bo'lgan kanallar orqali muntazam e'lon qilib boriladi.